Hisotimda 1 milliard pul bor, shuni bittasi 2% ga yechib beraman deyapti. Shunga nima maslahat berasiz? Birinchidan 2% ga hech kim yechib bermaydi. Unaqa sxema yo'q. Agar kimdir sizga foiz ko'rinishida pulni yechib berishni taklif qilayotgan bo'lsa, bu ish bilan shug'ullanmang. Nimaga? Bular katta ehtimol bilan abnal firmalar bo'ladi. Abnal firmalar qanaqa ishlaydi? Kelishamiz. Shartnoma tuziladi ular firma bilan. Biron bir narsa sotadi, biron bir xizmat ko'rsatamiz deb shartnoma qilib beradi. Siz ularga pulni tashlab berasiz va ular mana shu shartnoma asosida sizga hisob faktura taqdim qilishadi. Xavfi qanaqa? Ular bu pulni necha foizga yechib bergan taqdirda ham qo'shilgan qiymat solig'i bilan sizga shot faktura berishadi. Soliq tomonidan bu narsa o'rganib chiqilganda, abnalligi aniqlangan taqdirda ular yuborgan shot fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'i sizni zachotingizdan olib tashladi. Ya'ni 12% ga yutqazasiz bu yoqda. Agar yana chuqurroq o'rganib qaraladigan bo'lsa, uni siz foyda solig'ingizni xarajatlar tarkibiga olgan bo'lsangiz, bu foyda solig'ingizni kamaytirgan bo'lsa, uni ham xarajatlar tarkibidan olib tashladi, yana 15% yutqazishingiz ehtimoli bor. Shuning uchun abnal firmalar bilan ishlamagan ma'qul. Tinchgina o'sha 1 milliard so'mingizni dividend hisobida 5% solig'ini to'lab, o'zingiz qonuniy ravishda yechganingiz yaxshi bo'ladi.